Olib qolamiz. Sakazman shekilli. Bo'ladi. Olasangiz ratsionga. Olasangiz shunday o'zini chiqarib qo'ylarga va mollarga ham bersangiz bo'laveradi. Farqini ko'ring aka. Sonlarigacha turibdi, ishonmaganlarga mana. Soni ham lazer ekan o'zi ham. Zo'r. Ajoyib. Vohalik akalarimiz aloqadamisizlar. Endi yana bitta gravitamiz sinovdan o'tamiz. Hozir faqat sinovdan o'tadi. Endi mana shu xoli poxolda aka, chanasini yorma holatdagi setkamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Yo'q, lekin buni poxolda tavsiya qilmaymiz, просто sinovdan o'tkazamiz. qani bitta. Bitta ko'ramiz. Oldin bitta shuni aniq boramiz. Son bob setkimizda poxolni chiqarib beraman. Xoli poxol. Somon ham qani Sen çıkar alasın. Çıkar alasın. молодец, dedi. son bob set, son chiqaradigan setkada Xoli poxol aka. holi poxol chiqarib beryapti. Hali bunaqasini ko'rmagansizlar. O'shaning uchun laykni bosib qo'yinglar. Hop, Buni qarang. Aka, bu buni qarang. ziraday. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana setkasi olib qo'yganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q. Bu mayinligini. Aka, buni mol yesa ham, qo'y yesa ham to'g'risi tiqilib qoladi bizga. Tiqilib qoladi. Lekin buni tavsiya qilmaymiz. Просто drabilkamizni nima desa bo'ladi? Quvvatini ko'rsatib berdik. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi motorlarga keladigan bo'lsak, buni motori 3,5 kilovatli titan motor aka. 3,5 kilovatli Titan motorni o'zi akalarimiz bilishadi, juda ham zo'r ishlatilgan. Yaxshi sifatli motor. 3,5 kilovatli titan motor, o'zida teploshga zashni hamma yo'g'i bor. Bunga mana shu 18 talik pichog'imizdan qo'yib beramiz. Buni narxini bir yo'la aytib o'tib ketamiz. Zo'r bo'ladi. Obunachilarni kuttirmaymiz. Buni narxi 200 ming so'm. Dastavkasi kelishilgan holatda. Mashinasini mana shu videomizda ham nimasi bo'ladi? Laykga masalan $100 dan mana beramiz deyapmiz. Mashinasini skidka narxda qilib beramiz. Mashina. Ha, 200 ming so'mdan tushib beramiz, 2 million so'mdan skidka narxda qo'yib beramiz. yaxshi, 2 million so'm ham skidka bo'lib ketdi, ham 2 million 200 ming so'm chiqayotgan drabilkamizni 2 million so'mdan qo'yadi. Korpusi mana shunday bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. 2 million so'mdan aksiya narxi ketdi. Setkasi o'sha 4 ta setka, faqat pichog'i bilan motori farq bo'ladi. Setkalar shu 4 xil nasatkasi bo'ladi, naborda setkasi. Keyingisi shu zavodskiy maxaviy bo'ladi. Bunisi svorka tegmagan, original, og'ir, salkam 9 kiloli maxaviy bo'ladi. Bunga 6 li motorlardan qo'yib beramiz. Bunisi 6 li alyumin отводка, 3,5 ming оборот. Xo'p, bunga o'sha zavod maxaviydan qo'yib beramiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 2,5 million so'm, bundan ham 100 ming so'm skidka qilib beramiz, 2 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Zavodskiy maxaviy. 2 million 400 ming so'mga mana shu pichoq qo'yilgan, mana shu motor qo'yilgan drabilkani olaverasizlar telefon qilib. Keyingimiz misab modga. Keyingisi misab modga. Agarda misab modga olaman deganlarga masalan 300 ming so'mdan tannarxiga qo'shilib qoladi. 100% mis modga bo'ladi.
tavsiya qilib qolamiz. To'yga yaxshilar misozmodga olishini. Agarda to'yga xonadonda past bo'ladigan bo'lsa, alyuminiyozmodga tavsiya qilamiz. Lekin 90% odam alyuminga o'tib ketdi. Nimaga desangiz, hozir xonadonda ham masalan alyumin maqtashda. Alyumin bilan alyumin chiqishadi, mis bilan mis chiqishadi. To'g'ri. Ustalar qaysi holatga nima kelishini sizlarga tushuntirishadi. Telefon qilib albatta so'raverasizlar. Garantiyalari qanaqa bu motorlar? Garantiyalari, xudo xolasa, 6 oy garantiyasi bor. Umumiy 6 oy garantiyasi. Trabilkaga ham bor. Umumiy 6 oy garantiyasi chiqadi. Yo'q. Zo'r. 6 oy azilagan vaqt emas, 6 oyda o'zlang bilasizlar. Xo'p, endi buni bir foto ko'rsatib o'tsak, universal bo'ladi. Hop. Buni ko'rsatib, eng qizig'i masofadan masofaga bemalol yetalay yursa bo'ladi. Balonlari ham o'zi bilan. Masofaga yetalay yursa bo'ladi. Hozir buni nimasi bo'ladi? Nasotga berib oiladi. Hozir eng qizig'i nimasi bo'ladi? Bu betga chang urmaydi. Bitta ko'rsatib o'taylik. Havo to'sqichi bor. Havo to'sqichi bor, betga chang urmaydi. Umuman changni qaytarmaydi. Keyin kattalashgan variant. 54 ga 54 kattalashgan variant. Ha, bu kattalashdi demak. Hop. Keyin chiqishlari ham o'sha kattalashgan variant. Setkalari keladigan bo'lsa, 4 xil setkasi bo'ladi. Setkasini bitta ko'rsatib o'taylik. Xo'p. Mol bopi, qo'y bopi, yorma holatga keladi, kepay holatga. Bu yerda 4 xil nasatkasi bor. Buni eng qizig'i setkasi yo'q. Eng qulay varianti. Endi to'g'ri tushuninglar. Bu nimaga kerak? Men ustun tarafini aytaman-da, o'zimda bo'lgan muammodan kelib chiqib, agar bu yonboshda bo'ladigan bo'lsa, mabodo ko'proq sovuradigan bo'lsangiz, baribir setkasini mana qo'yadigan bo'lsangiz, ko'pgina somon solsangiz tiqilib qolish ehtimoli bor. Ana shunda shuni olasiz, bit yurgizasiz, chiqarib tashlaydi, bo'ldi. Hech qanaqa mana uni ol, yech, yana qo'y, unaqa deb muammo bo'lmaydi sizda. Qutulasiz. Shunday. Bir yo'la. Keyin o'sha balonlari bor masofadan. Endi bunaki obunachilarni kutib turmaydi, bitta ishlatib ko'rsatib beradi. Bo'ldi. Bu tomonda hozir ishlatib ko'rsatib beramiz sizlarga. Qara ko'rsatib beramiz. Bo'lmasa mahsulotlar chiqaradigan mahsulotlarni ko'rsatib o'taylik. Bug'doyni chiqarib beramiz, bug'doy. Hop, keyingisi makka, uqalangan makka. Bu yerdan sotali makka. Hozir sotali makkani ustiga qo'yibdi. Endi hozir foto ko'rsatib beramiz. Makka ham qo'ylagalar, ko'rsangiz mumkin. Makkani qo'yligini. O'zida nasotkalar qo'yib qo'yilgan, qaysi nasotkalar qo'yilgani ustiga qo'yib qo'yganmiz. Qani? Bismillah. Buga mayda, u ko'sak holatda chiqarib beryapti. Beraber başlıyoruz. Mahsulotlarni ko'rsatib o'tdik. Hop, endi yaqinroq ko'rsatamiz. Eng maza qiladigan joyda. Nima deyapsiz akalar? Un kepak holati, bu ikkilik setkasi. Aha, bu ikkilik setkasida. Endi bunisini ko'ring. Holatini bitta ko'ring. Farqini. Buni bemalol tovuqingizga ham yoki molingizga atala qilib beradigan bo'lsangiz, qo'shib bersangiz ham bo'laveradi.